Mana bugun 18-aprel 2025-yil Qamash tuman xalq ta'lim bo'limi qarashli 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi Yangiariq filialidagi holat. Faoliyatim davomida mana shu yerga kelib 2001-yil ishga kelganman men. 21-yil. 2021-yilda ishga kelgan bo'lsam, davlatimiz, prezidentimiz rahbarligida mana shu bino qurilgan. Shu qishloqning, xalqning obodonchiligi uchun. Mana uyga shu maktab qurilgan. Bir ajoyib shinam xonalarga ega. Bu yerda eng qiziq tomoni xuddi boyagi Afrika odam oyog'i yetmaydigan bir ovulday holat. Mana shu yerda bir 50 ga yaqin o'quvchining taqdiri mana shu holatda kechadi. Yillar davomida. Mana kichkinagina qo'l bola o'yingoqda bitta ham o'qituvchi mana. Mana soat 10 bo'lyapti. Bir dona ham o'qituvchi kelmay bu yerga. Maktabda qizim maktabda direktorining familiyasini, ismini bilasizlarmi? Zovuchini taniysizlarmi? O'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosari. Ma'naviyat ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarini taniysizlarmi? Sinf rahbarlarini taniysizlarmi chiqib? Mana shunday. Direktorni kimligini bilasizlarmi? Direktorni kimligini bilasizlarmi qizlar? Taniysizlarmi? Siz nechinchi sinfda o'qiysiz? Siz nechta kelgansiz? 5 ta 6 ta kelganmi? Qani u ko'rinmaydi-ku. O'ynayapti. O'qituvchimi? Ha. Kelmagan o'qituvchi. Bitta sizda. Mana. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligiga Qashqadaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasiga, Qamash tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga, Nazira Abrayeva degan bir janob oliylariga mana siz faoliyat olib borayotgan, rahbarlik qilayotgan ta'lim tizimidagi bugun 18-aprel 2025-yildagi holat. O'rtoq Aripov janob oliylari. Mana holat. Men 2021-yildan mana shu 29-maktabda faoliyat olib kelaman. Biron marta pedagogik kengash yoki ota-onalar yig'ilishiga ishtirok etganimizmi? O'qituvchilarning yo'qmi qizim? Mana 29-maktabning Yangiariq filialidagi 18-aprel. Bu kunlar yillar davomida davom etadi. Yillar davomida mana shu holat. 1-sentyabr boshlanadi. 25-mayda intizorlik bilan kutiladi. Bu yerda faoliyat olib borayotgan pedagog xodimlar rahbariyati yo'qligidan charchab ketadi. Barakat topkurlar. Bizga bir mehnat qilmasa ham bir salgina vijdoni qiynaladigan, mana yoshlarda taqdirini o'ylaydigan. Bular taqdir o'g'ri hisoblanadi. Hozir o'sha Abrayeva ham, o janob Oripov ham mana shu bolalar kitobni o'qishni bilmay bitirib ketyapti. Mana mo'jazgina qo'l bola yasalgan o'yingoh. Ota-ona undan ko'ra molini boqqani yaxshi emasmi ota-onasining? Mana bugun davlat buncha mablag'ini xalq uchun yaratib berib, berga bir rahbar, mana Nurmamat To'rayev degan rahbari bor-da. Mana 4 yildan beri, mana 5-yil ketyapti, ishlayman. Biron marta pedagogik kengash qilib, bironta xodimga intizomiy ham chora ko'rilmagan, ko'ra olmaydi ham. Sababi bir-biriga uzviy bog'liq. Mana shu pashti xalq hashar bilan qilgan mana shuni.
iltimos sizlardan bir tegishli chora ko'ringlar bunga, iltimos. Majbur bo'ldim, men ham pedagogman. Men mana bolalar taqdiriga ichim achyapman bolalarning. Biz yangi O'zbekiston bu holatda kambag'allik qisqaradimi? Kelinglar, iltimos, bizning odam oyog'i yetmagan bizning qishlog'imizni ham bir ta'lim rahbari sifatida bir ko'ringlar. Mana mulklaringni xonavayron bo'layotganini bir ko'ringlar, iltimos rahbarlar. Hurmatli Hilola Umarova, janob Aripov, Nazira Abrayeva. Majbur bo'ldim men oxiri pichoq suyakka borib qadaldi. Mana yerda boqimanda rahbarlar bilan bir suhbat qilinglar. Bizning xalqimizda ham mana o'g'il qizlar ulg'ayapti. Bularni ham bir ko'ringlar, iltimos.